G'afur G'ulom. Shumbola qissasidan parcha. Shu onda xayr-xo'shni nasiya qilib biyobonga yo'l soldim. Osmon uzoq, yer qattiq edi. Qayerga ketib borayotganimni o'zim bilmas edim. Oldinda biror mo'ljallangan niyatim ham yo'q edi. Darbadarlikdan o'zimni simobday beqaror, sayoqligimdan juda o'kinar edim. Salgina bosiq, salgina o'yinqaroq bo'lmasam, hammaning ham nonini tuya qilib bera olar edim. Ust-boshim but, qornim to'q, qayg'um yo'q bo'lar edi. Xayr, mayli, endi afsusning foydasi yo'q. Asr bilan shom o'rtasida ro'paramdan katta bir daryo chiqib qoldi. Men bu yerlar bilan tanish bo'lmaganim uchun bu daryoning qaysi daryo ekanini va ismini ham bilmas edim. Daryodan kechib o'tib bo'lmaganiday suzib o'tish undan ham mashaqqat edi. Orqaga qaytish mumkin emas. Daryo qirg'og'ida birorta ulovli yo'lovchini kutar edim. Oldidan katta daryo chiqib qolgan mashhur sayyohlarning ashulalarini suvning sharqiroq oqinlariga kuylar edim. Daryo toshqin, suvlar to'lqin, o'tolmayman yor, otim oriq, manzil uzoq, yetolmayman yor, otginamni oriq qilgan, shu mayda tosh yor, ranginamni sariq qilgan, u qalam qosh yor, daryolarning ul yuzida uylaringiz yor, oqarishib ko'rinadi bo'ylaringiz yor, ipdanmidi, ipakmidi kiyganingiz yor, bizlardan ham ortiqmidi sevganingiz yor, daryolarning ul yuzida oltin ko'za yor, oltin ko'za ko'tarmakka bilak kerak yor, bu daryodan ketish uchun yurak kerak yor, deb bir hovuch suvni lazzat bilan shimirib turgan edim. Gard namoyon bo'ldi. Gard orasidan oriq baytalga mingan bir uzumchi chol paydo bo'ldi. Men uning bariga yopishib, meni ham o'tkazib qo'yishini iltimos qildim. Uzumchi: otim oriq, yangi qulunlagan, yukim ko'p, ikkita devdagi kishi bitta baytalga mingazsa uyat bo'ladi, deb bahona qilsa ham xiralik qila berdim. Noiloj qolib o'tkazib qo'yishga majbur bo'ldim. Bu daryoning ismi Kelas deb atalar ekan. Hozir chiqqan o'rimiz daryoga nisbatan Quri Kelas qishlog'i deb nomlangan ekan. Borarga makonim, tanish bilishim yo'q edi. Uzumchi g'ayribuddiyor ekanimni fahmlab, ba'zi maslahatlarni berdi. Bu qishloqda Sarboy bo'lis degan katta yer egasi bor ekan. Uning ming tanloblab hisoblagan olmazorlariga epchil qo'lli xizmatkorlar doim zarur bo'lib turar ekan. Ayniqsa hozir olmalar pishgan vaqti bo'lgani uchun menga o'xshash osh tomog'iga yuradigan arzonqo'l kishilarni eshigidan quvlamas ekan. Bu kecha uning xizmatkorlari yotadigan qo'shxonada yotishga qaror berdim. Uzumchi menga yo'l boshlovchi bo'lib ko'rsatib qo'ydi. Boyning qari-qartang aralash 20 choq xizmatkorlari kechki juvari go'ja ustida edilar. Assalomu alaykum deb kirib bordim. Juda mehribonlik bilan o'z o'rtalariga qabul qildilar. Arz-dodimni ularga aytdim. Ulardan bitta keksarog'i: asl umring Sarboyda bekorga o'tib ketadi uka, yosh ekansan. Bironta boshqa kasbning paydan bo'lganing yaxshi bo'lar edi. Hamma mayli, sal o'zingni tutib olguningcha 10-15 kun ishlab tur. Keyin yo'lingni topib olarsan, degan dudmon maslahat berdi. Bitta bo'sh sopol tovoqqa bir cho'mich go'ja qo'yib berdilar. 2 burda jaydari non bilan shu oshni mazza qilib ichib oldim. Yotishda ham shular o'rtasida qoldim. Yaxshi olmalarni joylab, uzoq shaharlarga yuboriladigan yashiklardan ikkitasini yonma-yon karavot qildim. Boshimga olma o'raydigan yog'och qirindisidan yostiq qilib, rohat-rohat uyquga ketdim. Erta bilan bo'lisning oldiga bordim. Bir qancha silkilashlardan keyin boy menga xizmat haqqi uchun oyga xom pishiq aralash, ona sutidan halol 2 put 17 qadoqdan olma beradigan bo'ldi. Shu paytda boyning avzoyini ko'rib, mening ham haromzoda tomirim urib qoldi.
Mendan nima ketdi? Bir shart qo'yib qo'yay, bir kun boshimga biror ish tushib qolsa, shu bahona qutulib ketarman degan xayol bilan boy buva dedim. Endi-ku savdomiz pishdi. Shariat yuzasidan mol sotganda ham aybini aytib sotsa halol bo'lar ekan. Mening ham bir aybim bor. Shuni boshidan aytib qo'yganim yaxshi. Xo'sh, nima aybing bor? Siyg'oqmisan? Tutqanoqmisan? Yo'q, aybim bu emas. Aybim shuki, yoshligimda odat bo'lib qolgan. Har zamon beixtiyor yolg'on gapirib qo'yaman. Shunda koymasangiz bas, xizmat haqqi mayli, siz aytgancha bo'lsin. Obbo, bachchag'are, quv ko'rinasan-a? Ha, mayli, lekin ko'p yolg'onlamagin. Qiladigan ishlarim uncha ham qiyin emas. Olmalarga tirgovich qo'yaman, to'kilgan olmalarni terib qoq qilaman, bog' qo'riyman. Ba'zida xo'jayinga pul zarur bo'lib qolsa ham xatala olmalarni aravaga ortib, darvoza Sariyog'och atroflaridagi bug'doykor qishloqlarga olib borib sotib kelaman. Molga to'g'rab bersa mol yemaydigan olmalarni cho'lda bug'doy o'rib turgan dehqonlarga bir qadoqni 2 qadoqdan bug'doyga alishaman. Sariboy bo'lis haligacha xo'jayinlarimning ichida eng xudo urgan, badbaxti, siqnasi edi. Uning oldiga bir ish bilan borsangiz, bo'lar bo'lmas yerga indan keyin deb so'raydigan odati bor edi. Ana shu indan keyinga javob topib bera olmasangiz, onangizni Uchqo'rg'onda ko'rasiz. Qamchi bilan yelkaga tushirib qolguvchi edi. Chunonchi borsangiz-da unga qandil olma pishibdi deb aytsangiz, u sizga indan keyin deb savol beradi. Siz albatta shu pishgan olmani terish kerak deysiz. Yana xudo qirg'agan indan keyin deydi. Har sotish kerak deysiz. Yana indan keyin deb so'rab qoladi. Vaholanki shu yerda gapning o'zi tamom. Indan keyin degan savolga hech hojat yo'q. Ana shunaqa o'rinda javob topib bera olmaysiz-da, boydan kaltak yeysiz. Sariboy chuvalachidagi Yusuf Kontor bilan qimor o'ynab, uning mevazorlari, ichiga tashqi qo'rg'oncha butun dastgohini hammasini yutib olibdi. Yusuf Kontorning bog'i, ayniqsa uning bahavo shiyponi bizning xo'jayinga ma'qul tushib qolib, darrov o'sha yerdan bitta qirg'iz xotinini olib, bir borganda 10-15 kunlab kalasiga qaytmaydigan bo'lib qoldi. Olmalar pishib to'kilib ketayotibdi. Xo'jayindan ruxsatsiz terishga hech kim botina olmaydi. Otlarga yem-xashak yo'q. Xizmatkorlar och, lekin boyning oldiga borishga hech kimning yuragi dov bermaydi. Har gapdan keyin beriladigan indan keyin savoldan hamma qo'rqadi. Bir kuni kechqurun xizmatkorlar bilan o'tirib, qanday qilib boyning o'z joyiga chaqirilib kelish to'g'risida maslahatlashdik. Ham kim borishni o'ylashdik. Nima deb chaqirib kelishni fikrlashdik. Toyinki indan keyin dardan keyin boyning o'zi tinkasi quriydigan bo'lsin. Chek menga chiqdi. Erta bilan bir otga minib, boyning oldiga qarab yo'l soldim. Yo'l-yo'lakay ming xil xayollarga botib o'ylayman. Qanday qilib indan keyiniga javob topib berish kerak. Yetib borib otdan tushdim. Boy shiyponda kalla go'shti bilan nonushta qilib o'tirgan ekan. Salom berdim. Sekingina poygaga tushib o'tirdim. Xo'sh, shunday o'zim sizni sog'inib bir ko'rib kelay deb kelgan edim. Yaxshi, barakalla. Juda ham quruq kelmagandirsan. Birorta ishing bordir. Xo'sh, nimaga kelding? Shu paytda boy xizmatkor yurishda qo'ygan shartim esimga tushib qoldi. Shart qilgan yolg'onni endi gapirmasam qachon gapirasan dedim-da gap boshladim. Anavi haligi dandon sopli pichog'ingiz sinib qolib edi, shuning xabarini bergani keldim. Qana shu so'zdan keyin menga indan keyin savoli yog'ila boshladi. Xo'sh, indan keyin qanday qilib sindi? Ro'zg'orda mening pichog'imdan boshqa pichoq qurib ketgan ekanmi? Toza itingizni terisini shilayotgan edim, suyakka tegib sindi. Sinib qoldi. "Ya", dedi boy. "Tozining terisini mening dandon sopli pichog'imda shilasanlarmi? O'zing ayt-chi, nimaga shildilaring? Shoshib qoldik-da. O'lib qolgandan keyin bekor ketmasin deb terisini shilib oldik. Nima qilib o'ldi?
harom o'lgan otning go'shtidan ko'p yeb qo'ygan ekan. Buki bo'ldi. Harom o'lgan ot go'shti qayoqda ekan? Ha, o'zimning Toriq Qashqaning go'shti yeb o'ldi-da, begona ot etmas. Boy alanglab qoldi. Hay bola, og'zingga qarab gapir. Toriq Qashqa o'ldi dedingmi? Xo'sh, Toriq Qashqa nima qilib o'ldi? Xomlik qilib o'ldi. Nimaga xomlik qiladi? Hech aravaga qo'shilmagan ekan. Biz uni aravaga qo'shib suv toshigan edik. Zo'riqib o'ldi. Nima deyapsan, haromi? Boshqa shuncha aravakash otlar turib kelib mening birdan bir boqib qo'ygan uloqchi otim bilan suv tashiysanlarmi, padarnalatlar? Ha, o't tushgandan keyin uning uloqchiligiga qarab o'tiradimi? Duch kelganida qo'shib ish qilib bir chelak bo'lsa ham suv tashiyveradi-da. Boyning chaynab turgan yaxni tilini yutishga ham darmoni qolmadi. Og'zidan olib qo'ydi-da, baqiragancha menga tikilib, "O'zing jinni-pinni bo'ldingmi? O't tushdi deganing nima deganing? Qayerga o't tushdi? Nimaga tushadi? Sog'man xo'jayin, o't avvalo o'g'ilxonaga tushdi. Ot sho'rliklarning hammasi nobud bo'ldi. Ketdi-da xo'jayin." "Iya, o'g'ilxonada o't nima qiladi?" Mening ham fikrim shu. Boshqa xizmatkorlaringizning ham fikri shuki, o't ombordan o'tgan bo'lsa kerak. Axir omborda o't chiqadigan narsa yo'q-ku. Bug'doy bor edi, to'g'ri. Guruch bor edi, to'g'ri. Yog' bor edi, gazmol bor edi, to'g'ri. Shulardan o't chiqadimi? Berdisini aytguncha shoshmang xo'jayin. Omborga qo'rg'ondan o'tibdi. O'g'ilxonaga ombordan o'tgan bo'lsa kerak. Shunaqa qilib bir-biriga tutashib ketganda. Iya, hali qo'rg'on ham yondi degan. Qo'rg'on ham yondi, ombor ham yondi, o'g'ilxona ham yondi, otlar ham o'ldi, itingiz ham o'ldi, pichog'ingiz ham sindi. Qo'rg'onga qayerdan o't tutishibdi? Shamdan tutashib ketibdi, shamdan. Hoy, o'zing jinni bo'lib qolibsan o'g'lim. Axir mening dargohimda shamga kun qoldimi? Qator lampalar o'zim Toshkentdan atay sotib olib kelganman. 40 fonarlar qayoqqa ketibdi? Kerosinni bo'lsa bir yilga yetarligini bochka zapas qilib qo'ygan edim. Nimaga sham yoqasanlar, xo'jayin deyman. O'zingiz ham odamni juda xit qilib yuborar ekansiz-da. Butun boshli o'likning arvohiga sham yoqmay lampa yoqiladimi? Kelgan arvoh nimaning shulasi bilan o'ynashadi? Axir kosaga suv quyib, ustiga olma shox qo'yiladi. Kelgan arvoh avval shoxga qo'nib o'tiradi. Bir nafas damini rostlagandan keyin haligi shamning pirpirab turgan shulasi bilan o'ynashadi. Mening entak so'zlarimdan boy tolmovsirab qoldi. Go'yo shu gaplarni eshitgisi kelmaganday sekin qo'rqib pissa so'radi. Kim o'ldi? Shu yerda men yuzimga qalbaki qayg'ular chiqarib, ho'ngrab yig'lab yubordim. Kenjatoy o'g'lingiz Bo'rboyvachcha terakka chiqib, chumchuq bolasini olaman deb yiqilib tushib bir marta dada dedi-yu, g'iq etib jon berdi. Boy gaplarimning keyingi jumlalarini eshitdimi, eshitmadimi bilmayman. Choy ichib turgan piyolasini boshiga urib, chakkasini yordi-yu, soqolini yulib dodlab yig'lamoqqa boshladi. Mening ham qo'shilib yig'lar edim. Bir nafas ayyuhannos solib yig'lagandan keyin men to'xtadim. Boy ham to'xtadi. Boyning juda ham o'pkasi uzib yuborganimdan endi uni yupatish uchun o'zimdan bir gap to'qmoqchi edim. Xo'jayin dedim. Xudo berardan qismasin, xafa bo'lmang. Bordi-yu o'g'lingiz o'lib, uyingizga o't tushgan bo'lsa, otlar o'lgan bo'lsa, it nobud bo'lgan bo'lsa, pichoq singan bo'lsa, hammasining o'rnini bosadigan bitta xushxabar topib keldim. Boy g'iqqillab turib so'radi. Xushxabaring qursin, padarnalat, qanaqa xushxabar? O'rtancha qizingiz Adol opam dunyoga arziydigan bitta o'g'ilcha tug'dilar. Iya? Dedi boy ko'zlarini shoh soqqasida chiquvdi. Adol opang hali erga chiqmagan-ku. Biz ham shunisiga hayronmizda xo'jayin. Xudo beramansa erga tegmasa ham berar ekan. Bolaning ayting-a bolani, nabirangizni ayting-a xo'jayin, badal aravakashingiz bor-ku. Qo'yib qo'yganda o'shaning o'zginasi. Boy ortiq chidab tura olmadi. Hushidan ketib yiqildi. Men ham qamchi o'rimidan yeydigan kaltakni nasiya qilib jo'nab qoldim.
Mendan biror soatlardan keyin tulpor saman otda barlari osilib ketgan alpang-talpang, bir ko'zi yerda, bir ko'zi osmonda, egar qoshiga qamchi dastani tirab yig'lab boy kelib qoldi. Yana biror falokat yuz berib qolmasin, deb o'zimni chetga oldim. Boyning yig'lab kelishini uy ichlari eshitib, ular ham bir balo bo'pti shekilli, deb uydan yig'lab chiqa boshladilar. Bir-birlarini quchoqlab arosat boshlanib ketdi. Yig'i tamom bo'lgandan keyin bir-birlarini anglashib, surishtira boshladilar. Keyin ma'lum bo'lishiga qaraganda, na ot, na it o'lgan, na qo'rg'onchaga na o't tushgan, na pichoq singan. Boyvachcha bo'lsa so'lakkayini oqizib o'zi chiqib qoldi. O'sha kuni men ko'rinmay yurdim. Ertasiga boy meni qidirib, chalpak qilib ko'tarib olib keldi. Avval qurtakkina qilib 20 qamchini bosh-ko'z aralash yedik. So'ngra Xoyitdan tarqagan bu qilig'ing nimasi? Axir boshidan bay qilishgan edik-ku, aylanay xo'jayin, har zamonda bir yolg'on gapiraman deb. Bu o'sha yolg'oningmidi? Lekin hammasi emas edi. Agar hammasi bo'lmasa, butun yolg'on qilsang, men xonavayron bo'lar ekanman-da. Turay, padaringga na'lat, seni qorning oshga to'ymasin. Juvarmak bo'l, haydang bu kazzobni. Haydab chiqarmoqchi bo'ldilar. Ketish oldidan boydan haq talab qildim. Chunki boyning eshigida 1 oyu 19 kun ishlagan ekanman. Haligacha bergan 22 tiyin choychaqani bosib qolib, qayoqdagi sasigan qurt tushgan olmalardan 2 put olmani bitta chipta qopga solib berdi. Men shunga ham shukr qilib namozshom yo'lga tushdim.